Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelaman. Kavkaz tomonlarida ko'p bo'ladi. Juba deyishadi, jurabi deyishadi. Oyim xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek uzundan uzoq duo qiladi. Shundoq mehribon o'g'li borligini aytib, qo'shnilariga maqtanadi. Uning oyog'i kasal, salqin tushishi bilan shishib ketadi, og'riydi. Lekin onamning oyoq og'rig'i faqat keksalikdan emas. Buni boshqalar bilmasa ham men bilaman, yaxshi bilaman. Shuning ertasiga oyim yotib qoldi. Uzoq yotdi. Dadam bir joydan qarg'a otib keldi. Hoji buvi qo'ldan kelgancha dori-darmon qildi. Keyin oyim tuzaldi. Biroq salqin tushishi bilan oyoqlari shishib, azob beradigan bo'lib qoldi. Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelardim. U xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek uzoq duo qiladi. Birpasda hamma qo'shnilarga ko'z-ko'z qilib, shundoq mehribon o'g'li borligini aytib maqtanadi. Assalomu alaykum, Poshsha xola. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Qo'shnijonim. Buncha ko'rinmay ketdingiz. Ha, endi qo'shnijon. Kuz, sovuq payti, oyog'im og'rib turishini yaxshi bilasiz-ku, aylanib ketaysiz-da. Sizdan xabar olaman deb chiqqandim. Voy jonim, tasadduq bo'lay sizga. Siz mendan xabar olsangiz. Qani qo'shnijon, yuring, uyga kiring. Mayli, yuring, bir piyola. Poshsha xola, biroz oyog'ingiz og'rib qoldi deb eshitdim. Qo'shnilar boyaginda aytishgandi, ko'rgani chiqdim. Ha, qo'shnijonim. Havoga bulut chiqdi degancha shu tizzam bilan oyog'im o'lgur, har kuni og'rigan. Qandoq qilaman endi? Xudo bergan dard-da qo'shnijon. Ha, mayli qo'shnijon, tuzalib keting ilohim. Aytganingiz kelsin ilohim. Yana yangilik ham eshitdim, o'g'lingiz keldi deb eshitdim. Ha, qo'shnijonim. Bitta yagonam kelib mendan xabar olib ketdi. O'sha uzoq Kavkazda yashayotganiga qaramay, havoga bulut chiqdi-yu, onamning oyog'i og'rir deb qarang, bolam menga nima olib keldi qo'shnijon, ko'rsataymi sizga? Tezroq ko'rsata qoling. Hozirda qo'shni, hozir. Mana bu gilam payponi qarang qo'shnijon. Mana bu gilam payponi qarang. Onamning oyog'i og'rimasin shu eskina gilam payponi bolam menga olib kelibdi-ya qarang. Bu paypoqdan bolamning kidlari keltiradi-ya qo'shnijon, bir ko'ring siz ham mana qarang. Buncha chiroyli. Juda ham yaxshi o'g'lingiz bor-da. Qarang, bir ham issiq, bir ham yumshoq endi-chi. Buni kiyib oling, mazza qilib. Albatta qo'shnijon, kiymay nima qilaman? Qarang, kiyishga ham ko'zim qiymaydi-da qo'shnijon. Nega deysizmi? Nega? Bundan bolamning kidlari kelib turadi. Men uni yastig'im yoniga qo'yib, killab yotaman-da ilohim. Bolamning umri uzoq bo'lsin. Topganlari shunaqa bola bo'lsin, tan joni sog' bo'lsin. O'sha uzoq o'lkalardan tezroq meni bag'rimga qaytib kelsin. Sizni ham farzandingiz katta bo'lganda shunaqa meni bolamga o'xshagan mehribon yigit bo'lsin xolajon, ilohim. Allohu akbar. Voy qo'shnijonim, xo'p chiqibsiz-da. Jonim, tasadduq sizga. Keling, bir piyola choy sizga. Mayli xola, mayli. Issiqqina choy ichaylik qo'shni. Oling, dast qo'shni. Oling, baraka toping ilohim. Voy bolam, bolajonim, hozir men tabib xolangiga olib boraman. Bolajonim, yig'lam. Hoji buva, Hoji buva, uydamisiz, Hoji buva? Assalomu alaykum, Hoji buva, yaxshimisiz? Assalom. Bolamni ko'rib bering. 2 kundan beri mazasi bo'lmayapti, issig'i chiqib. Ko'raylikchi. Kechasi bilan yig'lab chiqyapti bolajonim. Ko'raylikchi. Voy bolam, ey. Qani? Ko'rib bering. Mana bo'ldi. Tomog'i ishibdi ozgina. Yaxshimikan, hech narsa qilmaydimi? Yaxshi qoladi. Vahima qilmang, Poshshaxon, vahima qilmang. Vahima qilmang. Voy o'lmasam. Nima bo'libdi? Bolamga biron narsa bo'libdimi? Voy o'lmasam, nima qildingiz, Poshshaxon? Nima qildingiz? Oyog'ingizni nima qildingiz? Qorda sovuqda yurib kelgan edim. Voy, paypoq kiymasdan shu holatda keldingizmi? Bolamga shoshib keldim-da, yig'laganiga. Poshsha tushmagur. Shunday sovuqda ham shunaqa ahvolda keladimi? Sezyaptimi oyoqlaringiz? Yo'q. Voy, endi nima qilamiz? Poshshaxon? Endi bunga ko'k qarg'ani miyasini otib, malham tayyorlab surtish kerak. Bo'lmasam oyoqlaringiz sezmay qoladi, Poshshaxon. Voy, Poshshaxon tushmagur. Qo'rqmaganingizni qarang, Poshshaxon.